Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizning muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga gortenziya metelchita gulimizni video qilib ko'rsatmoqchimiz. Bularimiz o'sha mana gulga kirgan sortlarimiz. Bu Little Fresco sortimiz. Ko'rganinglardek mana har bir shoxlari o'sha unchaga kirgan. Buni yiliga 3 marta gullasa bo'ladi o'zi asli. Mana yangi mana gul chiqargandan keyin buni kesib tashlasak, yonidan yana shox chiqaradi, u yana gullaveradi hurmatli obunachilar. Mana shunaqa qilib gullasa bo'ladi. Bu hovlida qoladigan gul. Juda ko'pchilik so'raydi. Qanaqa hovlida qoladigan gul? Bizni issiq sovuqqa qanachi deyilganiga. Misol uchun, bizda o'zimiz hovlimizda obedgacha quyosh tushmaydi-da, obeddan keyin quyosh tushadigan joyda turadi. Normalni o'syapti. Agarda tikka quyosh постоянно tushadigan joyda bo'lsa, albatta qiynalib qoladi. Liba do obeda, liba после obeda quyosh tushadigan joy bo'lsa, bo'laveradi, o'saveradi. Sovuqdan qo'rqmaydi, o'rash shart emas. Kesib turib, o'zingiz xohlagan shaklda bersangiz bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, bo'lardi. Hozir endi buni tuvaydan tuvakka ko'chiramiz. Kisloy torfga ekish kerak bo'ladi. Kisloy torf nimadan tayyorlanadi deb ko'pchilik so'raydi ham. Kokosdan tayyorlasak bo'ladimi kisloy torfni? Limoniy kislota, limonli suv quysak bo'ladimi deb bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, unaqa bo'lmaydi. Hozir bu Agrobalt B torfiga vermikulit, perlit va ozgina dorilar aralashtirilib tayyorlangani. O'zi kisloy torfni o'zini olib turib, vermikulit, perlitda qo'shib turib ekib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bunga hech qachon kokos torfi qo'shilmaydi hurmatli obunachilar. Kokos torfi kisloy bo'lmaydi, u namlikni o'zida ko'proq ushlab qoladi. Tuvagimiz 3 litrlik, bu tuvagimiz bo'lsa 1,5 litrlik hurmatli obunachilar. Mana ildizlari, holatlari juda ham chiroyli. Biz mana shuni shu tuvakka ko'chirib olamiz. Buni o'zi asli yerga ekiladi. Biz endi bilasizlar, savdo sotiq bilan ham shug'ullanamiz. Ya'ni pochtalardan yuborganda, insonlar uyiga sotib olganda yerdan ko'chirib bersak, ozgina stressga tushmasin deb biz bular tuvaklarda boqyapmiz. O'zi asli yerga ekkan bo'lganimizda bular bundan-da go'zal holatda bo'lar edi, hurmatli obunachilar. Yerda baribir ham yerga ekilganda oddiy yerni qazib, yumshatib turib, qum solib ekib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Gullarni ko'rib turibsizlar. Piramidalli sortimiz bu Little Fresco. Birinchi ochilganda oppoq ochiladi va kunduzi issiq, kecha sovuq bo'lganda o'sha ranglar kiradi bularga. Little Fresco sorti ham juda ham chiroyli. Ya'ni vanilla frey sortiga tortadigandan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bularimiz bizda sotuvda bor. Telegram kanallarimizga ham qo'yganmiz. Ko'rganingizdek, mana hammalari munchalari bilan turibdi, hurmatli obunachilar. Mana keyin ko'pchilik rasm tashlaydi, mana qilib qoldi deb. Bu nimadan? Bu ajok. Bu solnechniy ajok. Buni quyosh urgan, hurmatli obunachilar. Buni olib qo'ysak bo'ladi, yana prishibga qilib qo'ysak yana ko'karaveradi-yu, lekin bu kasallik emas. Kasallik deydimi, nima bo'ldi ekan ko'rib bering deyshadi, lekin bu kasallik emas, bu quyoshdan udor olgan. Ya'ni bular bizda hozir teplisida turibdi, buni olib turib, prямо yerga ekib qo'ysangiz, albatta uni quyosh urib qo'yadi. Ekkandan keyin ozgina zont qilib turasiz 3-4 kun moslashish uchun. Quyosh tushadigan, imенно quyosh kuchli tushadigan tomoniga. Undan keyin moslashib ketadi, hurmatli obunachilar. Yoki-da tuvakda saqlab turib, kuzda ekib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana bizda mana shunaqa sortlarimiz bor. Gortenziyani hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar qaysi gullarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.